To'xtab turing, video undatmang. Oilaviy munosabatlar tugatilmaganligidan qat'iy nazar uysiz qolayotgan tomonni uy bilan ta'minlashi shartmi bir tomon degan savol. Ya'ni ajrashyapman, erim mani uy bilan ta'minlashi kerakmi degan mazmundagi savol bo'ladigan bo'lsa, Uy-joy kodeksi bor O'zbekiston Respublikasining. Aynan ushbu kodeks 32-moddasida birinchi qismda yozib qo'yilgan oilaviy munosabatlarda bo'lish-bo'lmasligidan qat'iy nazar majburiy tartibda o'sha mulkdorni uyidan foydalanish huquqi saqlab qolinadi ajrim bo'lgandan keyin. Ya'ni siz ajrashdingiz, bu deganligi siz ko'ch-ko'roningizni yig'ishtirib turib uyingizga ketishga majbursiz degani emas, balkim o'sha uyda qolib turib o'zingizga o'sha biriktirilgan bitta xonadan foydalanish huquqi saqlab qolinadi. Agar sizni haydab chiqarishayotgan bo'lsa, unda sudga murojaat qilish orqali, ya'ni o'zingiz yashab turgan hududdagi fuqarolik sudiga murojaat qilish orqali siz majburiy kiritib qo'yish bo'yicha sud qarorini chiqartirib olishingiz mumkin. Qo'shimchasiga o'sha 32-moddaning oxirgi bandiga ko'ra nizolashilayotgan vaziyatda shu uysiz qolayotgan tomon deylik kvartirani pulini to'lab berish masalasi bo'yicha sudga murojaat qilishi mumkin. Xullas, umuman olganda ajrim qayd etilayotgan paytda uysiz qolayotgan erkakmi ayolmi farqi yo'q, o'sha narigi tomondan bir uy talab qilishi, ya'ni bu yerda kvartira yoki ma'lum bir uydagi bitta xonani foydalanishni huquqini so'rab murojaat qilishi mumkin.